Ayrim ota-onalar farzandini tez-tez maktabdan maktabga o'tkazmoqda. Siz bunday ota-onalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Juda ham yaxshi savol. Maktabni almashtirish masalasiga har tomonlama qarashimiz mumkin. Maktab ko'pincha shu ota-onalar bir joydan ikkinchi bir joyga ko'chganda yoki bo'lmasa ta'limni sifati talab darajasida bo'lmaganda yoki o'sha ustozlarni qadriyatlari, maktabni qadriyati bilan oilani qadriyati bir-biriga to'g'ri kelmagan jihatlari bo'lganda maktab almashadi. Mana bizning maktabimizda bitta o'quvchini oldik, o'tgan yil 9-sinfga. Men deydi, bu 12-mi, 13-chi maktabim deydi. 9-sinfgacha bola 12 ta yoki 13 ta maktabni almashtirgan. Bu uni ta'limiga, uni tarbiyasiga juda ham katta ta'sir ko'rsatgan. Nima uchun bu ta'sir ko'rsatadi? Chunki har bitta bola u mustaqil shaxs. Ota-onalarga aytmoqchiman shu masalani. U bir o'yinchoq emas. Uni tajriba quyonchasi ham emas u. Bolani shaxsi bilan hisoblashish kerak. Bola bir maktabdan ikkinchi bir maktabga, bir jamoadan ikkinchi bir jamoaga borar ekan, o'zini shaxsini tasdiqlash kerak bo'ladi u. Ya'ni jamoa uni qabul qilish kerak bolani. U o'zini iqtidorini, o'zi nimaga qodir ekanligini u jamoaga borib ko'rsatadi. Ana shuni nuqtai nazardan ota-onalar yuqorida aytilgan sabablar bo'lmasa, demak bolani bir maktabdan ikkinchi bir maktabga o'tkazish bu maqsadga muvofiq emas.